Assalomu alaykum. Men 519-22 guruh talabasi Odil va Farangiz. Bugungi mavzumiz bog'lanishli nutq tekshirish texnologiyasi, mavzu rejalari, nutq va uning turlari, o'quvchilar nutqiga qo'yilgan talablar, bog'lanishli nutq, uni tekshirish mazmuni va yo'nalishi. Nutq kishining faoliyatining turli til vositalari, so'z birikmasi va gaplardan iborat bo'lgan tafakkurni ishga solishdir. Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining muhim vositalaridan biri sifatida xizmat qilib keladi. O'quvchi uchun esa nutq maktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun quroldir. Kishilar tildan fikr bayon qilish quroli sifatida foydalanadilar. Ular o'z fikrlarini ovoz bilan eshittirib bayon qilishdan oldin u haqida o'ylab oladilar. Bu bayon qilishda oldin u haqida o'ylab, ichki nutq asosida o'ylab keyin gapiradi. Ichki nutq eshitilmagan va yozilmagan o'ylangan nutqdir. Tashqi nutq bu tovushlar yordamida eshitilib yoki grafik belgilar bilan yozilib boshqalarga qaratilgan nutqdir. Demak, nutqni hozir o'sha bayon etishga ko'ra ichki va tashqi nutqga bo'lamiz. Maktabda o'quvchilarning tashqi nutqigina emas, balki o'sha ichki nutq ham o'stiriladi. Bolalar ichida o'qishga o'rganadi va ichki nutqda materialni o'zlashtiradi. Turli vazifalar o'zlarini hal qiladi. Asosiysi o'zlarining og'zaki va yozma fikrlarini tayyorlab oladilar. Fikrni ifodalash usuliga ko'ra nutq og'zaki va yozma bo'ladi. Og'zaki nutq tovush nutqi, yozma nutq esa grafik nutqidir. Og'zaki nutq ham, yozma nutq ham kishilarning o'zaro aloqa quroli sifatida xizmat qilib keladi. Ammo og'zaki nutq aniq hayotiy sharoitda bevosita aloqa jarayonida yuzaga keladi. Yozma nutqdan bevosita aniq sharoitdan ajratilgan holda ham kishi ishtirokchisiz ham foydalaniladi. Og'zaki nutq monologik, dialogik va paleologik tarzda bo'ladi. O'quvchilar nutqi mazmundor bo'lsin. Nutq o'quvchilar uchun yaxshi ma'lum bo'lgan dalillar, ularning kuzatishlari, hayotiy tajribalari, o'qigan kitoblari, rasmlardan olgan ma'lumotlari asosida tuzilsagina mazmunli bo'ladi. Bolalar bilmagan narsa, ko'rmagan voqea hodisalar haqida yetarli tayyorgarliklarsiz so'zlarning ma'nosini bilmay turib qo'llasalar, nutq mazmunsiz bo'ladi. Nutq mantiqiylik bo'lsin. Ya'ni fikr izchil asosda bayon etilishi, asosiy o'rinlar tushirilib qoldirmasligi va o'rinsiz takrorga mavzular taalluqli bo'lmagan ortiqchalikka yo'l qo'yilmasligi talab etiladi. Nutqning mantiqiyligi narsa, voqea, hodisalarni talab etadi. Nutq aniq bo'lsin. Dalillar, kuzatishlar, o'rganilgan tajribalar asosidan so'nggina o'sha aniq, ravon yetkazib berishdir. Nutq til vositalariga boy bo'lsin. Ya'ni aytilayotgan nutq, ya'ni so'zlanilayotgan nutq aniq o'sha aniq ifodalash, o'quvchi nutqi til vositalariga boy bo'lishi, emotsional, o'sha sinonimlardan foydalangan holatda, so'z boyliklarini oshirgan holatda nutq bo'lishi lozim. Keyin ifodaliligi, ya'ni ifodaliligi ritmlarga asosan, o'sha tinish belgilariga asosan o'qilishi va aytilishi. Maktabda lug'at asosida ishlash metodikasi to'rt xil asosiy yo'nalishga bo'lamiz. O'quvchilarning lug'atini boyitish, o'quvchilarning lug'atiga aniqlik kiritish, lug'atni faollashtirish, adabiy tildan ishlatilmaydigan so'zlarni o'quvchilarning faol lug'atidan passiv lug'atiga o'tkazish. Masalan, mahalliy sheva va dialektlar bunga misol bo'ladi. Lug'atni faollashtirish, ya'ni o'quvchilar ma'nosini tushunadigan, ammo nutq faoliyatida ishlatilmaydigan nofaol lug'atidagi so'zlarni faol lug'atga o'tkazish. O'quvchilar lug'ati quyidagi manbalar orqali boyiladi va takomillashtiriladi. Bundan tashqari so'z birikmasida nutq gap ichida ishlatiladi. Boshlang'ich so'zlarda so'z birikmasi ustida ishlash quyidagi mashq sifatida foydalaniladi. So'zdan so'zga so'roq berish. Bahordan gullar ochildi. Qachon ochildi? Bahorda ochildi. Gapda so'zlarning o'zaro bog'lanish chizmada ko'rsatish.
Bog'lanilgan gaplar o'sha so'z birikmalari va so'zlardan tashkil etilgan bog'langan gaplar bo'ladi. Ya'ni bog'langan gaplar o'sha maktabgacha va maktab ta'lim bolalarida, maktabgacha yoshdagi va maktab ta'lim yoshidagi bolalarda rivojlangan bo'ladi bog'lanilgan nutq. Asosan ularni tekshirish metodikasi turli xil rasm albomlardan yoki turli xil metodikalar orqali bolani bog'langan nutqini tekshirtirishimiz mumkin. Bunda o'sha emotsional kontent bog'lanish orqali yoki bolani qiziqtirish turli xil o'yinlar orqali biz o'sha bolani bog'langan nutqini tekshirtirishimiz mumkin yoki turli xil so'roqlar orqali o'sha maktab yoshidagi bolalar asosan o'sha bog'langan nutqi 7 yoshli bolalarda asosan shakllangan bo'ladi. Bu bolalarda o'sha bog'langan nutqini tekshirish asosan turli xil savol berish orqali bolani tekshirishimiz mumkin. Aynan uni kelishiklar, qo'shimchalar to'g'ri qo'llanishi, so'z va so'z gaplarda so'zlarni to'g'ri qo'llanishi, bir-biriga yaqin bo'lgan tovushlarni aniq va ravon aytilishi yoki tushirmaslik holatlarini bolada tekshirib olishimiz kerak. Asosan o'sha to'g'rirog'i logopedik albomlardan va turli xil savollar yoki o'sha turli xil metodikalar orqali bolada ushbu jarayonlarni biz tekshirib olishimiz mumkin. Bundan tashqari so'zlarni ma'nosini tushuntirish o'quvchilar lug'atini boyitadi, nutqini o'stiradi. So'zning ma'nosini tushuntirish juda kam vaqt olishi va darsning asosiy mavzusidan o'quvchilar diqqatini chalg'itmasligi kerak. Ona tili darslarida so'zlarni tushuntirishning quyidagi usullaridan foydalaniladi. So'zlarni gap asosida tushuntirish, kater to'lqinda chayqalib boriladi. So'zning ma'nosini lug'atdan topish yoki kitoblarda matn tagiga berilgan izohlardan foydalanib tushuntirish. So'z ma'nosini shu so'zning sinonim yordamida tushuntirish. Sabo, shabbada, diyor, vatan, samo, osmon kabi o'sha so'zlar orqali biz bilib olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.